Bugün 23 dekabr 2025-yil. 13 dekabr kuni birinchi kelgandilar. 9 kun shug'ullandik. Mana bugün 13 kuni darsga keldik. Mana shu 9 kun oldin kelganingizda nima kasalliklar bezovta qilgani uchun kelgan edingiz? O'shani eslab aytib bersangiz iltimos. Menda qo'rquv bor edi. Qo'rquv necha yildan beri bezovta qilardi? Qo'rquv men 6,5 yoshligimdan borda. Yo'q, 6,5 yosh, 46 yil men bilan birga yashagan. 46 yildan beri qo'rquv. Qo'rquv bor. Mana shu qo'rquv nima bo'ldi hozir mana 9 kun? Qo'rquv yo'qoldi. Yo'qoldimi? Necha kunda yo'qolib ketdi? Qo'rquv bir 3 kunda yo'qoldi. 3 kunda yo'qoldi. Mana miyani quvvati deyman, shu haqiqatan miyani quvvati ko'tarildimi hozir sizda? Ha, 100% ko'tarildi. Miyani quvvati bo'lsa, bemalol odam anaqa yengil o'zini boshqacha his qilar ekan, energichniy bo'lib. Organizmni zo'r boshqaraveradi miya. Yana nima bor edi? O't tufagimda og'riq bor edi. O't tufagida og'riq bor edi. Achishib og'riq bor edi, u ham yo'q. Hech kunda yo'q bo'ldimi? U birinchi kuniyoq yo'q bo'ldi. Birinchi kun. Mana o't tufak necha yildan beri bezovta qilgan edi? O't tufagim ancha yil oldin. Nechiligini bilmayman, lekin uzoq. 4-5 yildan deya qolaylik. Yana nima bor edi? Bosh og'riq bor edi. Kunda boshim og'rib, ko'payni ichardim. Oho. U necha yildan beri bosh og'riq bezovta qilardi? Bosh og'rig'im bir 5-6 yil shunaqa yashaydi. 5-6 yildan beri. Sal qattiqroq gapirasiz. Yana nima bor edi? Uyqusizlik bor edi. Necha yildan beri uxlolmasdingiz? Uyqusiz 3 oydan beri. 3 oydan beri uyqusiz. Sentyabrdan beri shunaqa bo'lib qoldim. Uyqu qanday bo'ldi hozir? Hozir yaxshi, bemalol uxlayapman. Necha kunda tiklandi uyqu? Uyqum o'zi birinchi master klassga kelgan kuni tiniq uxladim. Tanishtiruv kuniga. Tanishtiruv kuni kelganimda yo'q, birinchi kuni yaxshi uxladim. Bir kunda tinib uxlayotgan bo'lib qoldingizmi? Tinib uxladim. Молодец. O'shanda siz birinchi kuni kelganingizda ishonolmaganmidingiz? Birinchi kuni kelib ko'raychi, agar nimasi, foydasi zig'irdek bo'lsa ham qatnashim oxirigacha deb kelgandim. Shu kelib boshida oldi tomonga o'tirdim, keyin oldi tomon yoqmadi, uzoqroqda o'tirib, orqada o'tirib eshitdim sizni. Eshitganimdan keyin, ozgina o'tirganimdan keyin boshimdagi og'riq o'zidan o'zi qo'yib yubordi. Keyin ko'zim tiniq ko'rib, boshqacha his qilib, ichimdan xursandchilik kelib, boshqacha his qilib qoldim-da. Молодец. Shunaqa bo'ldi birinchi kuni o'zi. Yaxshi, yana nimalar bor edi? Yopishqoq xayollar bor. Yopishqoq xayollar. Nima eshitsam, bolalarim yo bir qarindoshim bir joyga ketibdi yo bir joy kasal ekansa, o'lib bo'lakanga o'xshab kasal bo'lib yomon xayol kelaverardi. Keyin pichoqdan qo'rqardim. Uyda ham pichoqda hali uxlab qolsam, yo'q xayol kelardi-da, bekitib yurardi. Hozir pichoq oldimda tursa ham, yo'q, qo'rqmayman deb unaqani oldiga qo'yib qo'yaman. Молодец. Fikrlashingiz o'z holatiga qaytdi-da, to'g'rimi? Mana shu yopishqoq xayollar necha yil bezovta qilgan edi sizni? 3 oydan beri, chunki 3 oydan beri. 3 oydan beri shunaqa. Uyqusizlik ham, bu ham 3 oydan. Yopishqoq xayol 3 oydan. Yaxshi, yopishqoq xayol necha kunda yo'q bo'ldi? Yopishqoq xayolmi, o'sha birinchi kuniyoq o'zim boshqacha his qildim. Молодец. Zo'r. Yana nima bor edi? Belimda grija bor edi. Grija deb diagnoz qo'yishganmidi kasalxonada? Men avtobusdan yiqilganimda belimdan travma olib, o'sha grija ottirib olgandim. Bir 4 yilmi bo'ldi unga. Hozir umurtqangizni bunday qilib qimirlatib bera olasizmi? Bemalol qimirlatib beraman. Og'rimayaptimi? Yo'q, og'rigan yo'q. Engishib ish qilmasam, hozir bemalol ish qilyapman. Engishyapman. Keyin engishsam boshim aylanyapti. Hozir engishsam boshim aylanmayapti. Молодец. Bosh aylanishi ham yo'qolib ketdi. Yana nima bor edi? Yengil nafas olyapman, tomog'imga hali havo yetmasdan bir xil payt unaqa qoladi. Yuragim dukur qilib o'ynardi, shu payt havo yetmay qolardi. Hozir tez yursam ham anaqa sal kelgandek bo'ladi-da, yo'q, keyin bir payt, bu nima desam, shu bilan yo'q bo'lib ketyapti. E'tibor qaratmasangiz yo'q bo'lib ketyapti. Молодец. Yana nima bor edi? Yurak siqilishi bor edi. Yurak siqilishi, yuragim siqilib kelib, hech narsa yuragim yoqmay qoluvdi. Hozir endi unaqa yurak siqilishim yo'q. Muzika eshitsam, birorta odamdan yaxshi xabar eshitsam, ichimdan qanaqadir to'lqinlanib, xursandchilik, boshqacha his qilyapman. Молодец. Uchib yurgandek deydimi? Shunaqa narsa bo'lib qoldi. Rahmat. Yana nima bor edi? Energiyam yo'q edi. Hozir energiyam ortdi. Muzikalar eshitsam, ko'chada yursam, keyin qiziqishim ortdi o'zimga qarashga, bolalarimga, atrofdagi nimalarga boshqacha energiyali bo'lib qoldim. Jonlanib qoldim. Hamma tashqi muhitni chiroyli ko'z bilan ko'radigan, boshqacha anaqa. Молодец. Uydagilar nima deyishyapti? O'g'lim kunda so'raydi, "Oyi, zo'rsiz, kulyapsiz."
mana shunaqa yaxshi darslarga o'qiyaptimi deb kecha ham so'radi. Keyin tushuntirganlaringizni tushuntirib, anaqa qilib nima qildim. Keyin malades harakat qilyapsiz, zo'rsiz oyi, yengilsiz dedi. Asosiysi uyda yolg'iz qololmayotgandim 3 oydan beri. Qo'rqardim-da. Hozir endi bemalol yolg'iz qolyapman. Malades. Biror marta davolandingizmi kasalxonalarda? Kasalxonada, nerv patologiyada yotganman. Yotib, o'sha sentyabrda 10 kun yotib, lecheniya olib, foydasi bo'ladimi? Dori bilan anaqa qilyotgandim. Keyin uni ham foydasi bo'ldi. Dorilar bosib turar ekanda u narsani. Dori ichganingizda foyda bo'ldi. Dori ichmay qo'ysangiz yana. U keyin dorini ta'siri ketgandan keyin o'zi doktor ham aytdi. Endi bu yog'iga chiqib ketish o'zingizga bog'liq, shunaqa dedi-da. Endi bu yoqqa kelib, mana endi bilmagan narsamni sizlardan eshitib, fikrlashimni to'g'ri anaqa qilib, hali kimdandir xafa bo'lsangiz qo'yib yuboringlar dedingiz-ku, o'shalarni qilib, qalbim anaqa tozalab, bir boshqa fikrlashim yaxshi tomonga o'zgargan, miyam quvvati oshdi. O'shanga ham hozir boshqacha his qilyapman. Hozir dunyo qarashim boshqacha bo'lib qoldi hozir. Malades. Umumiy olganda necha foiz sog'lomsiz? 100% sog'lom. Necha kunda 100% sog'lom bo'ldingiz? O'sha birinchi kundan foydasini bilganmisan, bir 2-3 kunda yo'q. 2-3 kunda sog'lom bo'ldingiz. Boshqacha xursandchilik kirdi. Hozir ham ichimda xursandchilik qaynayapti-da. Rahmat. Odam dori-darmonsiz sog'ayib ketar ekanmi? Sog'ayar ekan. Kasalliklarni sababini yo'q qilsa, organizm o'zini sog'ligini tiklab oladi. Haqiqatda to'g'ri ekan shu gap. Rahmat, sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat sizga ham. Rahmat.